Bir xonali kvartiramiz. Remontlari yaxshi, sredniy, yashaydigan holatda ekan. Oyoqdagilar taxta pol bo'lgan. O'zini paravoy otopleniyasi bor. Ikkita paravoy otopleniya qo'yilgan ekan. Qishda deyaptilar, egalari issiq deyaptilar. Gaz, bas hech narsa yoqmaymiz. Maza qilib yashayveramiz deyaptilar. Bu yerda konditsioner ham bor ekan, tashlab ketamiz deyapti. Mana katta yo'lni bo'yida. Kaminat Gay ko'cha. Shuni Gay ko'cha. Bu yerda Milliy gvardiya bor. Milliy gvardiyadan o'tgandan keyin o'ng qo'lda domda, 4-qavatli 4 qavatli domda, 4-qavati bir xonali, bir xonani 2 xona qilsa bo'ladi. 2 xonani endi yashayverasizlar. Ko'paytirib bo'lmaydi boshqa. Bu hojatxonamiz. O'zlari oddiy qilib remont qilib berishibdi. Yashasa bo'laveradi-da. Bundan ortiq qana bo'lishi kerak. Remontlari yaxshi holatda. Xo'p, narxini $13,800 dan jicha o'tib beriladi. Bemalol pastki raqamlarga telefon qilib ma'lumot olib, kelib ko'rib baraka qilishdan mumkin. To'liq lokatsiyamiz Marg'ilon shahar, Kaminat Gay ko'chaga kirgan laynda o'ng qo'lda voyenniy, o'ng qo'lda Milliy gvardiya va Milliy gvardiyadan o'tgan layndan keyin o'ng qo'lda domda. Bemalol telefon qilaverasizlar.